Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamden yuvafi ni'amahu ve yukafi'u mazide. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhtaram mo'min musulmon qarindoshlar, opa-singillar. Alloh taolo Ramazonning bu kunini barchamizga muborak qilsin. Allohning fazli barakoti, uning tavfiqi bilan mana bugungi Ramazonni ro'zasini tutib taroveh namozlariga hozirlik arafasida turibmiz. Qur'oni Karimdan 3 surani taroveh namozlarida o'qiladi xatmi Qur'on qilib. U Furqon surasining yarmi, Shu'ara surasi hamda Naml suralari. Furqon surasi nomidan farq qilib ajratuvchi degan ma'noni bildiradi. Furqon surasi haq bilan botilni, to'g'ri bilan egrini, oq bilan qorani Alloh taoloning yuborgan haq dini bilan insonlar o'zlari to'qib olgan boshqa bid'at xurofotdan iborat dinlarni orasini ajratuvchi buyuk sura shu Furqon so'zi bilan nomlangan. Furqon surasida Alloh taolo Makka da nozil bo'lganligidan boshqa makkiy suralarda bo'lgan xususiyat avvalo aqida masalasi, tavhid masalasi, qiyomatga iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirish, Alloh taoloning azobi, Alloh taoloning ne'matlariga borligiga iymon keltirishni o'z ichiga olgan buyuk bir ta'limotga o'rin bergan. Shu bilan birga Furqon surasida o'tgan payg'ambarlardan bir qanchalarini hayotlarini va ularning qavmlari bo'lgan munosabatlarni zikr qilib keltirgan. Furqon surasining bir xususiyati shuki, bu surada Alloh taolo Ibadur Rahman deb nomlangan haqiqiy Allohning bandalari, Rahman bo'lgan zotning bandalarini bir qancha sifatlar bilan zikr qilgan. Ikkinchi sura bu Shu'ara surasi. Shu'ara surasi 227 oyatdan iborat bu sura Makka da nozil bo'lgan. Shu'ara deb nomlanishi, Shu'ara kalimasi lug'atda shoir so'zining ko'pligi, shoirlar degan ma'noni o'z ichiga olgan. Suraning oxirrog'ida Alloh taolo shoirlar haqida bir bahsni zikr qilib, shoirlar odatda agar Alloh taolo ularni hidoyat qilmasa, iymonda bo'lmasalar, agar Alloh taolo ularga iymon baxti sharafini bermasa, odatda o'zlari ham adashadigan va boshqalarni ham adashtiradigan bo'lib qolishlari mumkinligini ushbu surada bayon etgan. Ana shu shoirlarning nomi zikr qilingan, ularning xususiyati va sifati zikr qilingan bu surani Shu'ara, shoirlar surasi deb Alloh taolo nomlagan. Bu sura ham Makka surasi, Makkada nozil bo'lgan suralardan. Sura boshidan oxirigacha tavhidni, aqidani, qiyomatni, mo'min bandalarning bu mashaqqatlar oldida sobit turishligini o'z ichiga olgan oyatlardan iborat sura hisoblanadi. Ushbu surani yana bir fazilati shoirlarni zikr qilgan, shoirlarning yaxshisi va yomonini ajratib bergan oyatlarni o'z ichiga olgan. Ash-shu'ara'u yattabi'uhumul g'awun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun deb Alloh taolo shoirlarni adashganlar odatda adashgan shoirlarga ergashishligini, ular turli tuman vodiylarda adashib uloqib yurishligini, ammo illallazina amanu, ammo iymon keltirgan shoirlar bundan mustasno ekanligini Alloh taolo mana shu Shu'ara surasi zikr qilgan. Va oxirgi sura Naml surasi. Bu Naml surasi buyuk sura. Bu surada Alloh taolo o'zining mo'jizalaridan bir qanchasini zikr qilgan. Bu sura ham Makka da nozil bo'lgan sura. Bu surada Sulaymon alayhissalom qissalariga keng o'rin berilgan. Sulaymon alayhissalomning davrlaridagi bo'lgan voqealarni keyingi ummatga, bu Muhammad alayhissalomning ummatlariga ibrat va namuna bo'ladigan nuqtalariga Alloh taolo alohida o'rin bergan. Sulaymon alayhissalomni bir chumolini Sulaymon alayhissalomga bo'lgan munosabatini, Sulaymon alayhissalom va u kishining askarlaridan ehtiyot bo'lishga chaqirib, hamma o'zini askarlarini, atrofidagilarni, chumoli o'zini tarafdorlarini, boshqa chumolilarini ular bosib yanchib tashlamasligi uchun ehtiyot bo'lishlariga buyurganligini
hayvonot olami bilan inson olamini o'rtasidagi munosabatni Alloh taolo bu Naml surasida aytib o'tgan, zikr qilgan. Bugungi 3 ta suradan bir oyatni ibrat va namuna sifatida o'rganishlikni lozim topdik. U ham bo'lsa Furqon surasining 63-oyatida Alloh azza va jalla va ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hawnan va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Alloh taolo aytadiki, Rahmon bo'lgan Allohning shunday bandalari bor. Ibad, shunday qullari bor. Ular yamshuna alal ardi hawnan, yer yuzida yumshoqlik bilan, xokisorlik bilan yuradilar. Johillar, nodonlar ularga xitob qilib gapirsa, ular aytadilarki, salaman, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar deb ular bilan tenglashmaydilar. Va Robbilariga kechasi bilan ibodatda bo'ladiganlar va qiyomatdan qo'rqadiganlar deb Alloh taolo 3 ta buyuk bir sifatni mana shu oyatda zikr qilgan. Bu oyatdan olinadigan dars nima? Bu oyatdan olinadigan dars ibadur rahman, rahman bo'lgan, dunyoda ham bandalariga mehribon, qiyomatda esa faqatgina mo'min bandalariga rahm shafqat, mehribonlik ko'rsatadigan zot bo'lgan Alloh taoloning xos bandalari, Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalari shunday kishilarki, ular yer yuzida yurganda takabburlik qilmaydilar. Bo'yinlarini baland qilib hammadan o'zlarini ustun deb hisoblamaydilar. Ular kibr qalbda agar kichkina xardal donasichalik bo'lsa, u kibr jannatga kirishdan to'suvchi ekanligini his qiladilar. Shuning uchun doim tavozuda, doim xokisorlikda, doimo boshqalarga bir mehribonlik qanoti bilan, yaxshilik munosabati bilan, go'zal axloqlari bilan muomala qiluvchi bo'ladilar deb Alloh taolo bu bandalarning sifatini zikr qilyapti. Ikkinchi qismida, shu oyatning ikkinchi qismida va iza khatabahumul jahiluna qalu salama, bordi ularga johillar, nodonlar, ularga teng bo'lmaganlar va dindan, axloqdan, islomdan, odobdan mosuvo bo'lgan, mahrum bo'lgan kishilar ularga qo'pollik bilan, qattiqlik bilan, noto'g'ri muomalalarda bo'lsalar, xitob qilsalar, o'sha Allohning bandalari aytadilarki, salaman, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar deb Alloh taoloni salom kalimasi bilan ularga omonda bo'linglar deb yaxshi muomala qiladilar deb Alloh taolo mo'minlarning bu ikki sifatini zikr qildi. Uchinchi sifati esa Rahmonning bandalari shunday bandalarki, yabituna li robbihim sujjadan va qiyama, Robbilariga sajda yu qiyomda kechasi bilan ibodatda bo'ladiganlar deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, kechasi qiyomda bo'lish, kechasi ibodat qilish, tahajjud namozini o'qish bu Alloh taoloni ibadur rahman deb nomlagan o'zining xos bandalaridan bo'lishlikka sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislari bor. U zoti bo barakot aytadilarki, ikkita ko'z bor, ikkita ko'z egasini Alloh taolo qiyomat kuni do'zaxning olovi kuydirmaydi. Bittasi Alloh taolodan qo'rqib yig'lagan, kechasi qo'rqib yig'lagan ko'z dedilar. Ana shu Alloh taolodan qo'rqib kechasi bilan qiyomda bo'lgan kishilarni Alloh azza va jalla qiyomat kuni do'zaxning olovi kuydirmasligini Nabiy alayhisolatu vassalom bayon qilyaptilar. Oldingi ikki axloq haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Ya'ni Nabiy alayhisolatu vassalomni yer yuzida bir osuda, tinch, xotirjam qadam bosib yurishlarini sahobiy ikromlar rivoyat qilib aytadilarki, Nabiy alayhisolatu vassalom yursalar ajoyib yurardilar. Xuddi yuzlariga quyosh yuzlaridan balqib turganday yonib turardi yuzlari, yorishib turardi. Yursalar xuddi yer u kishiga qarab o'rmalab kelayotgandek tekis yurardilar deb Payg'ambar alayhisolatu vassalomning bir xotirjamlik, sukunat bilan yurishlarini sahobiy ikromlar rivoyat qilishgan. Ikkinchisi va idza khatabahumul jahiluna qalu salama, bordi johillar biz xitob qilganda ularga salom deb, ularga omon bo'linglar, tinch bo'linglar deb chiroyli muomala qiladigan kishilarni ham Nabiy alayhisolatu vassalomning hayotlaridan ko'rishimiz mumkin. U zoti bo barakot biror marotaba hech kimga, biror kishiga qattiq va qo'pol muomala qilmaganlar. Nabiy alayhisolatu vassalom aytadilarki, sizlarni qiyomat kuni
menga eng sevimli bo'lganingiz. Inna ahabbakum ilayya yawmal qiyamati. Menga eng mahbub bo'lganingiz va menga va aqrabakum ilayya va menga eng yaqin yonimda bo'ladiganingiz sizlarning axloqingiz, odobingiz go'zal bo'lganingizdir deb Nabiy alayhisolatu vassalom marhamat qilganlar. Demak, axloqning go'zalligi dinni go'zalligidan. Kimning axloqi go'zal bo'lsa, uning dini ham go'zal. Uning demak payg'ambar alayhisolatu vassalomga qiyomat kuni jannatda mahbublik va Rasululloh alayhisolatu vassalomga yaqinlikdan iborat bo'lgan buyuk bir mukofotga noil bo'lishligiga dalil bo'ladi. Inshaalloh bugungi o'qilgan bu 3 suradan hammamizni Alloh taolo qalbimizga o'zing nur, hayotimizga Parvardigoro o'zing barakot, oxiratimizda esa mana shu bugun o'qilgan Qur'oni Karim oyatlarini ham qiyomatda shafoatchi qilgin ya Robbi. Bu Qur'on oyatlariga, bu Qur'on ta'limotlariga amal qilib, uni o'qib, o'rganib va undagi ta'limotlarni, undagi o'zingni buyurganingga muvofiq yashashlikni baxtini, sharafini barchamizga o'zing nasib etgin. Alloh taolo barchamizga Ramazonning bu kechalarini muborak aylasin. Yana keyingi kechada xuddi shunday xatmi Qur'onlarda qoyoqda turib ibodatda bo'lishligimizni hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.